Assalomu alaykum hammaga. Mana men hozir Chanakkale degan joyga keldim. Bu yerda 1915-yilda urush bo'lgan. Istanbulni zabt etish uchun boshqa o'lkadan urush ochib Yevropadan kelishadi, lekin turklar mana Istanbulni bermaydi va mana shu Chanakkale'da urush ochishadi va yetib chiqishadi. O'sha yerga shahidlar xotirasiga keldim. Judayam manzarasi chiroyli. Hozir ko'rsataman. Iltimos oldindan like va podpiska bo'lishni unutmang. Bugun sizlarni Chanakkale'ga aylantirishga olib boraman. Chanakkale bu oddiy shahar emas. Turkiyaning Yevropa va Osiyo qit'alarini bog'lab turadigan eng muhim nuqtalardan biri. Bu yer tarixga guvoh bo'lgan. Gelibolu Camping, ya'ni shu ko'rib turgan muzeylar